Jahongir aka Ortiqxo'jayevni mana shu bizneslarni bilarmi deylar? Men ham bilmasdim. Nech pul mana shu qozon kopis? Noni и kompoti bilan. Shu ko'rib turgan shashligingiz 35 minglik setka ichida ham bo'ladi. Aka, men hozir o'ylayapman, narxi nimaga bunaqa arzon? Choy, pожалуйста, choy deydi-yu. Bir oyda 80 tonna non shuga ishlatamiz. Korzinka bir oyda sizdan qanchalik ob'yom oladi? Buni restoranda qilishadi, buni ham endi sotosizlarmi? Hamma turdagi bor bizda. Ovqat bo'yicha hamma narsa qilib bera olamiz. Tam bo'yicha men hech narsa sezmadim, lekin arzon bo'lganiga baribir tushunmayapman. Mabodo kimdir zaharlanib qolsa, hamma nagruzka sizga bo'lar ekanda, sizga va rahbariyatga. Chef-povlarimizdan bittasi bu. Bizda Ko'pmi chef-povlar? 40 tadan shu chef-povlar bor. Hop, Jahon akani komandasidasiz. Ko'zga qanaqa ko'rinib qolasiz? Men qo'shilmayman, odam yo lider, yo rahbar bo'lishi kerak. Hamma bo'lishi kerak. Jahongir aka Ortiqxo'jayevni mana shu bizneslarni bilarmi deylar? Men ham bilmasdim. Chef catering, ya'ni bir kunda 40 mingga yaqin insonni qorni to'g'ishar ekan va 1000 ga yaqin xodim bor ekan. Va Jahongir aka Ortiqxo'jayevning shogirdlari Sardor aka bilan bugun zavod aylanamiz aka. Ha, xudo xolasa. Nechta porsiya dedingiz bir kunda? Kuniga 100 mingtadan shu porsiya chiqaramiz. Qanaqa qilib ulgurasiz? Endi tizim qilib qo'yilgan. Sirasi ovqatdan boshlaylik aka. Savollarim shunaqa ko'p. Bugun mazza qilib video ko'rasizlar. Yaxshilab ani choymi, kofemi damlab olinglar, chunki hamma sir asrorlarni ochib tashlaymiz. Aka, sir qolmaydimi? Yo, bemalol hammasini ko'rsating. Bu savolni beraman. Yeb ko'ramiz ham ovqatni. Ketdik. Xo'p, Jahon akani komandasidasiz. Ko'zga qanaqa ko'rinib qolasiz? Bizni bilasizmi, mana shu holdingga kelgan hech qanaqa tanish bilishsiz, oddiy mana bola bo'lib ishga kirganmiz. Va nimaga misol mendan so'rasangiz, Akfani tanlagansan desangiz, men bitta so'zda perspektiva deb ayta olaman. Men borib turib, zavodni ko'rib turib, oddiy masshtabni ko'rib turib, komandani ko'rib turib, shunga o'zimga xulosa chiqarganmanki, Kelajagi bor. Yildan yilga kelajagi bor, yildan yilga zavod ochilyapti. Va o'sha zavodda misol direktor bo'lish ehtimoli menda o'zim sezganman, yuqori deb bilganman. Ya'ni bitta so'zda nima deydi, o'sish anaqa perspektiva deb ayta olaman. Karyerani o'ylagan ekansiz-da? Ha, karyerani o'ylaganman. Endi bu yerda mana men misol uchun holdingga, xususan misol Jahongirovichga juda katta minnatdorman, chunki Yettiyodbekni mana misol yosh yigit bo'lganmiz, 23 yoshligimda rahbar bo'lganman. Tanishmas bolaga imkoniyat berib, shunaqa nima deydi, imkoniyatlar yaratib berganda misol hamma ham qilmaydi. Ko'pchilik mana tadbirkorlar bilan qarindosh urug' qilib tashlaydi, qo'ni qo'shni qilib tashlaydi, o'rtoq qilib tashlaydi, lekin Yot begona odam. Yettiyodbekni Siz yot begonasiz-da? Hozir qarindoshlik joiz yo'q-a? Yo'q, qarindosh. Lekin mehnat qilib, o'zingizni ko'rsatib, natijani ko'rsatib bera olsangiz, ular shuni o'stiradi. Va shunga imkoniyat yaratib beradi. O'shanga endi hozirgi kunda nima deydi, umid qilib qolaman, bir bitta faxrli shogirdlardan bittasiman. Xudo xolasa. Demak, siz ishingizga aralashmaydi, o'zingiz ishingizni bilib ko'rasiz, bitta kompaniyani o'zingiz alohida boshqarasiz. Ha, lekin mana misol qancha korxonada misol ishlagan bo'lsam, baribir shu yo'l yo'rig'ini ko'rsatgan bizga ustozimiz bo'ladi. O'rgatib, nimaga ahamiyat berish kerak. Endi misol to'g'ri, endi hamma har xil odam. Men o'sha bergan ularni o'g'itlaridan, misol bergan yo'nalishlardan maksimal foydalanishga harakat qilaman. Aka, nechta mashina va necha tonna mahsulotni bular yuklashadi kuniga? Bizda hozirgi kunda 31 ta mashinamiz bor. 23 tonnaga yaqin mahsulot har kuni bu yerda aylanadi. Bu Toshkent shahari o'zidami? Bu asosan Toshkent shahrida, lekin viloyatlarda ham bazalarimiz bor, o'tga ham jo'natamiz shu. Nechta bazangiz bor? Hamma viloyatda bormi bazangiz? Umumiy miqyosda bir 40 tadan shu obyektimiz bor-da. Oki, eng katta kompaniyalaringiz qaysi? Misol uchun men Coca-Cola'ni eshitdim, Coca-Cola'ni ham boqar ekansiz. Yo'q, Coca-Cola emas u, Pepsi-Cola bilan ishlaymiz. Pepsi-Cola bilanmi? Xo'p, Pepsi-Cola'da nechta xodimi boqasiz shunda? Endi Pepsi-Cola bitta zavodini o'zida bir 300 tadan shu xodim bor-da. Ha, bitta zavodida, hali boshqa zavodlari ham bor. Ha, ikkita zavodi bor. Undan tashqari, endi bular ham katta holding. Lays zavodi bor. Katta konlarni aytuvchi Musaffo suv chiqaradi. Xo'p, yana o'zini ikkita zavodi bor, Pepsi-Cola chiqaradigan. Qarang, Jahongir akaning o'zini zavodlari ko'p-ku. Ularni kim boqadi? Masalan, Texnoparkda. Mana Texnoparkka o'zida 4000 tadan shu xodimi ovqat bilan ta'minlaymiz. O'zinglar? O'zimiz. Undan tashqari mana Akfa holdingda bor. Umumiy miqyosda bir 9000 tadan shu odamni ovqat bilan ta'minlaymiz. Artel bor.
eng kattalaridan va boshqa proyektlar bor. Misol uchun Ako Power degan Arabistonning kompaniyasi bor. Uni viloyatlarda obyektlari bor, vetrovoy stansiyalar, ularga ovqat yetkazib beramiz. Yandexga yetkazib beramiz. Yandexga? Uni ofisi. Yandex xodimlarigami? Yo'q, Yandexni boshqaruv ofisi bor. Nechta xodim ishlaydi, sir bo'lmasa? Yandexda ko'p emas, bir taxminan 100 taga yaqin odam ishlaydi u yerda. Ko'p emas deganingiz shunaqami? Bu ham o'zimiz ishlatadigan Yandexda shuncha xodim ishlaydimi? Ha, endi ofisida. Eng kami nechta odamga xizmat qilasiz? Biz o'zi harakat qilamiz kattaroq klientlarga e'tibor qaratishga, 50 tadan oshig'iga. 1000 talik klientlarimiz bor, 2000 talik. Mana futbol federatsiyani misol uchun ovqat bilan ta'minlaymiz. Lekin meni bitta tanishim aytib qoldi, sizlarni maqtashdida, 7 ta xodimi bor ekan. Ularga ham ovqat yetkazib berar ekansizlar. Xabaringiz bormi? Ha, bu B2C yo'nalishimiz ham bor. U yerda 5 tadan, 10 tadan kichkina ob'yomda ham yetkazib beriladi. Bitta ovqatingiz necha pul degan savolni bu yerda bergim kelmayapti. Shuni tepaga chiqaylik. Oka, birma-bir sanab bering, nechta kompaniyalarni boshqargansiz? Xo'p, birinchi boshqargan kompaniyalar bittasi bu Gaspita zavodi bo'lgan, Arteldagi. Undan keyin bizning Danar degan korxona bo'lgan, u ham zarar deydi, u ham foydaga chiqqan. Keyingisi parallelniy o'tda restoran ochganmiz, Qanotchi degan, juda Qanotchi. Qanotchini o'sha birinchi direktor o'zim bo'lganman. Oho. Juda yaxshi proyekt bo'lgan. Keyingisi bu Crafers korxonasi, Crafers CEO-si bo'lganman. Undan keyin mana Chef Catering. Endi orada bir ikkita zadaniyalar misol menga berilgan. Misol radiator zavod bo'yicha, bitta yangi proyekt bo'yicha zadaniyalar berilgan. Texnoparkda. Yo'q, o'ta Texnoparkda. Boshqa joyda u? Boshqa joyda. Bittasi misol Olmaliqda, bittasi Jomiy tarafda. Kuratormisiz shunda? Yo'q, o'ta faqat o'sha nima deydi, qayerdadir foydaga olib chiqishga meni misol uchun kurator qilishgan. Qayerdadir o'sha proyektni yurg'izib yuborish uchun meni chaqirishgan misol. Endi bizda holding katta, qayerda misol uchun yordamimiz tegsa biz boramiz. Oila katta. Oila katta. Mana Otabekki bizda endi xavfsizlik yuqori darajada. Akam kiydirdilar. Keling, aka, men sizni kiydiraman. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Aka, ko'rsatib bering, qanaqa o'tishini men bilmayman buni. Keling, mana bu yerda birinchisida rastvor sepadi. Aha. Mana rastvor sepgandan keyin qo'lni quritib olasiz, keyin spirtli qo'lni dezinfeksiya qilish. Separ ekan-da? Ha, o'zi separ. Oyoqni tozalaymiz, yo'lda quritamiz. Keyin mana oyoqni Skirtlab oldik qo'lni, o'zi qurib qoladi, skirt. Ha. Endi mana oyoqni bitta bosasiz, o'zi yopishtirib beradi. Erityaptimi shundoq film bilan? Oyoq kiyim shuni tiqar ekanmiz. Shem bilan qizdirib yopishtirib qo'ydi. Bo'ldi. Gap yo'q, uyga bitta olib kelib qo'ysa bo'lar ekan mashinadan. Mana bizning yuragimizni ishlab chiqarish. Bu yerda har bitta obyekt bo'yicha mana maxsus termobokslarda tarqatishadi. Bu termobokslarning qulayligi soatiga atiga 3 gradus patera beradi. Mana bu yerda ovqatlarimizni yeb ko'rsak ham bo'ladi. Bu bitta porsiya. Bu bitta porsiya, faqat mana klientga qarab turib har xil ovqatlarimiz bor-da. Xo'p, birinchi ovqatimiz, tovuqli ovqatimiz bu. Ha, bu Mana mashinaga nima yana qo'shiladi? bunga qo'shimcha non beriladi, kompot beriladi. Kompot beriladi. Mashina nechi pul? Bu 35 ming so'm. $3 ham bo'lmayotgan ekanda. Shunaqa. Xo'p, qimmatrog'ingiz qaysi debsiz? Xo'p, bu yerda mana endi endi hammaga ma'lum, go'shtli ovqat baribir qimmatroq bo'ladi-da. Nomi nima deyiladi mana shu ovqatda? Bu qozon kabob. Qozon koblar ham bor ekan. Nechi pul mana shu qozon kobingiz? Noni va kompoti bilan. Buni umumiy komplekti 40 ming so'm bo'ladi. 40 ming so'm. Bunaqa katta farq qilmas ekan. Ha, juda katta. Manti, xonim, oshlaringiz bor ekan. Osh nechi xil turdagi osh? Endi bizda o'zi hamma turdagi osh qilib bera olamiz. Bu ko'proq mijozi talabiga qarab turib bo'ladi. Mana ko'rib tursangiz, chet el ovqatlari ham bor. Hattoki qizil baliq ham bor. Qizil baliq ham qilishadi. Illivoy ovqat bor ekan-da, aka. Ham oshpazlarimizni nima deydi? Chef povor sizmisiz? Chef povlarimizdan bittasi bu. Bizda ko'pmi chef povor? 40 tadan oshiq chef povor bor. Qarang, norin bor ekan, salatlar bor ekan. Bular alohidami yo u ham qo'shilaveradimi? Bularchi Otabekki mana korzinka setlarida sotiladigan tayyor ovqatlar, ya'ni norinni. Korzinkada ko'rganman buni, qayerda ko'rganman desam. Ha, o'sha yerda biza mana
tayyor ovqatlar bilan ta'minlaymiz. Bunga mana 1 yildan oshdi. Salatlar bilan ularga yetkazib berishimizga 2 yildan oshdi. Aka, men hozir o'ylayapman, narxi nimaga bunaqa arzon? Hozir shuncha mahsulotlarni ko'raman, agar restoranda kirib ovqatlanadigan bo'lsangiz, bundan qimmatga aylanib ketadi. Bitta setingiz 40 ming, eng zo'ri 40 mingga aylanayotgan bo'lsa. Endi bizada arzon bo'lishini asosiy faktori bu mahsulotlarni biz katta miqdorda olamiz va birinchi qo'ldan olamiz. Va men eshitdimki, bug'doy yetishtirilib ulgurmasidan, hali o'smasdan turib shartnoma qilib qo'yamiz, narxini kelishib qo'yamiz deyishdi. Shu gap rost. Endi bizning ta'minot bo'limimiz bor. Ba'zi bir joylarda dehqonlar bilan shunaqa shartnoma qilib oldindan kelishib oldindan. Endi futuresning kontraktini hedjирование deydi. Ha. Shuni o'zimizni O'zbekistonda ham qo'llaymiz. Foydani o'shandan ko'rar ekansizlar-da. Ha, asosiysi bizning zakupimiz arzonroq bo'ladi. Ko'p korxonalar misol go'shtni o'zini oshxonasiga 10 kilo, 20 kilo oladigan bo'lsa, biz bir kunda 3 tonnadan oshib olamiz. Bug'doy, guruch mahsulotlarini raso olar ekansizlar-da. Ha, 80 tonna, 100 tonnaga yaqin ishlatamiz. 1 yildami? Yo'q, 1 oyda. Ha, 1 oydami? Gap yo'q. Yo'q, oshni ko'rsating, men bu nechta qozon bitdi? Hop, bu yerda mana 12 ta qozonimiz, katta qozonlarda har bittasida taxminan 550 ta porsiya chiqadi. Mana undan tashqari boshqa qozonlarimiz ham bor. Ya'ni bu ham mijozning talabiga qarab turib, obyektga qarab turib chiqarib berishadi. Oddiy biz shu to'y oshi yeymiz-ku to'yxonalarda. O'shanaqada farqi yo'qmi? O'shandan farqi yo'qmi demoqchi? Yo'q, umuman farqi o'sha osh. Bitta yeb ko'raylik. Bo'ldi, oshni taklifim mana shu yerda yeb ko'ringlar. Joydami? Ha. Bular biz uchun ham hammasi manimcha. Chunki bu yerda tozalik saqlanadi-da, mana hozir ko'rib turganingizdek, proba olishyapti laboratoriyaga. Bizda har bitta ovqatimiz laboratoriyadan o'tadi. Laboratoriyada tasdiqlashdan o'tmagungacha mijozga chiqarilmaydi. Siz endi oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha gapiryapsiz. Men ta'mi bo'yicha baholayman. Ta'mi bo'yicha ketdi, mana xohlaganingizni yeb ko'rsangiz bo'ladi. O'zimizda shu restoranlarda yeydigan ovqatlardan farqi bormi, yo'qmi, shuni bilib bermoqchiman. Nimadan boshlaymiz yoki nimani bilasiz? Xohlaganingizdan mana qo'shib beringlar. Hammasi svejik, to'g'rimi? Bu dekoratsiya emas, realniy ovqatlar. Aka, men ikkalasi ikki xil osh emasmi? Rangi sal boshqacha ekan. Bu choyxona osh, bu to'y oshi. Osh ham turlanadimi? Har xil bor. Bu mana Samarqandcha osh. Necha xil osh bo'ladi o'zi? Osh xili o'zi 10 tadan osh xili bor. Qaysi viloyatda oshi qanaqa? Ovoz beringlar, men boshlayman. Birinchisi O'zbekistondagi Toshkentning oshi bu. Mana Toshkentning oshi. To'y oshi deymiz. Qanday ekan-da, yoki yomon tayyorgarchilik ko'rsatdi ekan, baraka topsin. Go'shtni yemaymiz. Go'sht aldiydi. Oshni o'zini boshlaymiz. Katta porsiya orimman, mana. Oxirgacha yeb beraman. Bo'ldi. Hop, keyingisi. Choyxona oshi. Choyxona oshi. Buni ham go'shtsiz yeyapman. Choyxona oshini mana go'sht bilan yesizmi? Ota go'shtni yemasam bo'lmaydi. Kompot? Ha, bemalol kompotlar. Nimaniki bu? Bu naturalniy, buning ichida quritilgan mevalar. O'ri, olma aralashgan. Oka, mazza qolmadi. Hop, sizga qarab mana ham kelib ketdi. Oka, ko'rdingizmi? Shunaqa video olaman, siz ham ichkilarsiz kelib ketadi. Sardor aka, Samarqand oshidan boshlaymiz. Oling aka. Rosa yaxshi ko'raman Samarqand oshi. Lekin Samarqand oshini aka uncha-munchasi o'xshata olmaydi. Xafa bo'lmaysiz, o'xshamadi. Bizda samarqandlik povurlarimiz bor. Ha, samarqandlik povurlar. Mana akalar, zig'irga qilingan, to'g'rimi? Ha. Hop, mana guruchini alohida qilib, sabzilarni alohida qilib ko'rib turganingizda. O'xshatishmi? Okay. Aka, endi keling savol. Mana shu oshlarning narxi deyarli hammasi bir xil bo'lsa kerak. Mana shu Samarqand oshi mana shuni o'zini ichib turadi yoki ko'rsatsa bilanmi? Endi bizda o'zi misol shartnoma tuzilganda mana bu ko'rib turganingiz qurilish obyektlariga boradi. U yerda 3 mahal ovqatini biz 46 mingdan beramiz. Endi esa bilan 46 ming 3 mahal ovqati.
Shunda mashina o'zi nechi pulga aylanadi? Menga mashina o'zi kerak. Xo'p, buni o'zi taxminan 20 ming so'mga aylanadi. 20 ming so'mga osh. Hozir restoranlarga borsanglar, bitta sredniy chek 100 mingga aylanib ketadi-yu. Shunaqa. Buni oldida nimalari bo'ladi? Xo'p, buni oldida noni bo'ladi va choyi bo'ladi. Qarang, menga o'xshagan Kichkina oddiy, salati ham bo'ladi. menga o'xshagan oddiy xalq siz ovqatingizdan foydalana olamizmi? Qani, ya'ni zakaz berib yeya olamizmi? Ha, bemalol. Mana ko'rib turganingizdek B2C yo'nalishimiz ham bor. Donabay bundan zakaz qilsa bo'ladi. Qayerdan zakaz beramiz? U uchun biz nomerlarimizni qoldiramiz. Call centerga. Anaqada yo'q, nima edi? Yandexlarda yo'q, Yandex. Yo'q, Yandexda hali yo'q. O'zingizlarning Telegram kanalingizda. O'zimiz ham dastavka ishlaymiz. Mashina hafta bo'ladimi? Ha, mana shu 35 ming mana bular. Voy, zo'r reklama bo'ldi-yu. Hop, Telegram kanalini tagiga yozib ketamiz. Telegram kanali orqali bo'ladi. Bor, Telegram kanalim bor. Toshkent shahrida yetkazib berish uchun eng qizig'i bizning hozir joylashgan zavodimiz Toshkent shahri deyarli markazda desak ham bo'ladi. Shunaqa. Texnoparkni ichidagi 10 tadan oshuv zakaz qilsa dastavka tekin. Qarang, uyda men yig'in qiladigan bo'lsam, mana shunaqa qilib zakaz bersam bo'lar ekan Ha, deysiz. unaqa delimiz ham bor. Unaqa addel va alohidami? Alohida. Siz haqingizda ma'lumot bilmas ekanmiz deyarli. Ha. To'g'riroq ma'lumot Yo'nalishimiz olish uchun ko'p. qayerga yo'nalishga, qaysi narsaga nima deydi? Nima qilsam bo'ladi? Sizlarga murojaat qilish uchun nima qilsam bo'ladi? Bizning saytimiz bor va Telegram kanalimiz bor. Yo'qsa chef Ovqat bo'yicha deyarli любой har qanday muammoni hal qilib bera olamiz. Tam bo'yicha men hech narsa sezmadim, lekin arzon bo'lganiga baribir tushunmayapman. Nimadandir urasizmi, nimadandir aldaysizmi, nimadir borda bitta maxinatsiya. Endi ko'pchilik balki shunaqa deb o'ylaydi Otabek aka, lekin asosiy arzon bo'lish faktori bizda bu объем, masshtab. Ya'ni biz ko'p miqdorda ovqat ishlab chiqaramiz. Ko'p miqdorda biz xomashyo sotib olganimizdan hisobiga biz arzonroq olamiz. Shuni hisobiga arzon. Ha, o'sha misol uchun sabzini biz dehqonning o'zidan olamiz. Bozorida misol 3 ming so'm turgan paytda biz 1,5 ming so'mdan olamiz. Yo'q, men hattoki norinni ham ko'rdim-da. Norinning restoranlardagi norindagi, ya'ni katta davlatning korxonalarini oshxonasi bo'lardi, bilsangiz. Yoni ovqatlarni baribir ko'chadagi restorandan farq qilardi. Restorandan farqi yo'q-da. Yoni paxta qo'yish yetmayapman. Real muxlislar ham ko'rib turibdi. Mana misol uchun norinni ham yeb ko'rsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Bilka beradi xolis. Bo'ldi yeyman. Bo'ldi, bemalol. O'zimniki-yu bu. Bemalol aka, bemalol. Chotki. Sizga yoqqan bo'lsa faqat xursandmiz Otabek aka. Bizda endi baribir sifat birinchi o'rinda. Xodimlaringizni eshitib turasizmi? Albatta. Oxirgi eshitgan narsangiz nima bo'ldiki, o'shani bu yerda tatbiq qilgansiz? Xo'p, Yo'q, zo'r ideya berib qo'ygan masalan, xodimlaringiz tomonidan sizga. zo'r ideya. Bo'lishi mumkin-ku. Zo'r ideya bo'ladi, mana bunaqa qilaylik desa, bu davay deb. Mana kechagina misol korobkamizni o'zgartirish bo'yicha bitta mutaxassisimiz taklif bilan kirishdi. Ya'ni biza o'ylaganimizdagi korobka polkada turmayapti. Misol korzinkadagi tortlarimizni ochuv joyini qoldirganmiz, lekin korzinkada polkada tekis turganning hisobiga u deyarli qorong'ida ko'rinmayapti dedi. Taklif berdi, uni prozrachniy, butunlay prozrachniga o'tkazish bo'yicha va shu bo'yicha ish boshlash bo'yicha kecha mana buyruq berdim. Misol u takliflar kunora keladi va misol boshqalarga nisbatan mana optimizatsiya degan anaqa bor. Bizda endi optimizatsiya boshlanadi deydi bir xil kompaniyalar. Bizda optimizatsiya bu har doim qilinadi. Har kunlik ish. Bo'lmasa biz raqobatbardosh bo'la olmaymiz. O'zingiz ham Jahon akaga bir takliflar bilan kirasizmi? Ko'p kirib turasizmi? Orada endi takliflar bilan albatta o'zlari ham chaqirib bizga taklif, o'zlari ham beradilar. Biz ham taklif bersak har doim eshitadilar. Eshitishga ochuvlar ular. Ha, albatta. Eshitib bizga iloji boricha to'g'ri yo'nalish ko'rsatib beradilar. Aka necha xil turdagi ovqatni bitta vaqt o'zida pishirasizlar? Bir vaqtda o'zida umumiy miqyosda bir 50 xildan oshiq ovqat pishiramiz. To'g'rilar ulguradimi? Ha, bemalol ulguradi. Bu Otabekga ko'rib turganingiz bizning obyektlarimizdan bittasi. Ha, yana bundan bir nechta bor, ha? Ha, bundan bir nechta bor. Aka, chef Poweris yoki eng zo'r Poweris ketib qolaman desa, bunga qanaqa yechim qilasiz? Usha olmaysiz, xullas iloji yo'q, ketadi. Endi iloji yo'q bo'lsa, demak, bizda har doim plan B bor. Chunki bizda hali aytib o'tganimdek, bitta power bu ishlamaydi. Bir nechta power bizda o'rniga misol zaminasi bo'ladi har doim. Va ustoz shogird tizimi yo'lga qo'yilgan bo'ladi.
Ha, o'zi bilan sekretni olib keta olmaydi demoqchisiz-da. Ha, bizda demak, sekretni o'zi yo'q. Bazaviy ovqatlar bo'lgani uchun to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi men shunaqa aytamanki, kuchli texnolog amalda bo'ladi, qog'ozda bo'lmaydi. Ya'ni retseptni o'zini misol uchun olib bersa bo'ladi, amalda pishirish u ikkinchi masala. Korxonangizda hamma o'ziga o'zi boshliq dedingiz. Mana shuni menga sal yoritib tushuntirib bering. Qarang, o'zi menejment bo'yicha bizda shunaqa qaraymizki, har bitta xodimimiz qaysidir joyi boshlig'i. Misol, farrosh. Bu yerda farroshi shu yerda tozaligini boshlig'i. O'shanda u mas'uliyatni boshqacha sezadi. Ya'ni o'sha farrosh sizni ush berishi mumkin, oyog'ingga kiydi, ba? To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Agar u boshlig'ligini his qilsa, shu tozaligini, uni mas'uliyati kuchliroq bo'ladi va uni haqqi bor, menga ham tanbeh berishga. Va uni bitta farqi, misol, instrumenti boshqacha. Ya'ni misol, spirgisi bor, shvabrasi bor, ya'ni foydalanadigan quroli boshqacha, lekin u ham boshliq. Powerimiz, chef powerimiz bo'lsa, ovqat pishirish bo'yicha boshliq. Tushunarli. Siz o'zi bu sohaga qanaqa kirib qolgansiz? O'zi oshpazmisiz yoki? Men o'z to'g'risida aytsam, ovqat qilishni bilmayman. Men o'zimni rahbar deb bilaman. Ya'ni har xil sohalarda ishlaganman. Maishiy texnikada ishlaganman. Qurilishda ham ishlaganman. Qandolat sohada ishlaganman. Hammasi Jahongir akani proyektlaridami yo boshqa proyektlar? Albatta, 14 yildan beri mana ustozimiz Jahongir akani qo'llarida ishlaymiz. 14 yildan beri mana o'zlari bizani tayyorlagan metodlari bo'yicha biz o'rganib, mana shu biz ko'proq praktik biz yeta olamiz. Hozir aralashtiradilarmi protsessga yoki yo'qmi, yoki o'zingiz qo'yib berganmilar? Jahongirovich endi ustozimiz orada chaqirib turib bizga yo'l yo'nalish ko'rsatib turadilar, maslahat berib turadilar albatta. Lekin bu yoqdagi ishlarga, protsesslarga aralashmaydi. Siz o'zingiz erkin boshqarasiz. Ichki menejmentni to'g'ri biz o'zimiz boshqaramiz. Shirinlik chiqarar ekan bu yerda men qaradim. Bunaqa bo'limingizdan nechta? Bunaqa bo'limlarimiz bir nechta. Hozir ko'rib turganingiz mana pekarnya deymiz. Bu 3-staj catering o'zini pekarnyasi. Hozir pastga tushamiz, qandolat alohida bo'limimiz ham bor. Bu oke chiroyli ko'rinar ekanda, bu faqat mencha chiroyli ko'rinsa kerak, ta'mi unaqa zo'r. Yo'q, ta'mi zo'r. Hozir bu past deganingiz yaxshi emasmi? Yo'q, kattaroq anaqa. Aytasiz. Bo'l past deysizmi? Shoshilmayman. Bu qorninglar to'yib ketar ekan bu yerga video olishga kelib. Bu moliyaviy tomonlama qiziq endi hozir moliya bo'limida o'tirmiz-ku, qaysi ma'noda. Necha pul foyda ko'rasizlar 1 yil davomida? Va u o'sish har yili necha foizga o'syapti? 30 mi, 20 mi, 10 mi? Qarang, foydani endi aytish sal noto'g'ri. Xuddi necha pul oylik olasan degandek gapda. Men to'g'risi u narsada sal konfidensialnost saqlayman. O'zimga ham misol uchun oyligimni, misol xotinimga ham aytmayman. Lekin o'sish nuqtai nazaridan biz har yili maqsad qo'yganmiz, kamida shu 15% ga o'sish kerak. Mana o'tgan yilga nisbatan bu yil deylik, 2025-yil 24 ga nisbatan qancha o'sish bo'lgan? Xo'p, 24 ga nisbatan 25 bizda katta o'sish bo'ldi. Taxminan hozir sizga ayta olmayman. 40% o'sish, 40%, 45% o'sish bo'ldi. Katta-ku bu. Zo'r. Zo'r. Bu yili endi rejamiz bo'yicha bir 33% ga chiqishga harakat qilamiz. Harakat qilyapsiz. Lekin undan ham baland bo'lib ketishi mumkin. Balki xudo xolasa baland bo'lar, lekin 15% men o'zim uchun har doim qattiq ishlasam planga qo'yaman. Misol 15% dan kam bo'lishi kerak emas. Demak, ishchilar olar ekansizlar yana. Kichkina, ha, xudo xolasa bu yili mana yana bir qo'shimcha 200 ta, 300 ta xodim olish planda bor. Uy, gap yo'q. Anaqa misol uchun oshpazlarni o'zingiz olmaysiz, to'g'rimi? Shu chef powerni o'ziga yuklaysiz, toping deysiz, to'g'rimi? Yo'q, u yerda bilasizmi, rekomendatsiya bo'yicha keladigani bor. Misol uchun chef power top beradi yo boshqa xodim top beradi. Va asosiy baribir anaqasi bu HR bo'ladi. Ovqatlar bu yerda zavodda bepulmi? Bu yerda o'zida ovqatlanishadimi xodimlar? Bizda o'zi butun holding bo'yicha obedda bepul beriladi. Obed korxona hisobidan. Bu shashlikxona-ku bu. Kotletxona ekan. Bu go'sht pereработка xonasi. Muzdekkina sovuq ekanmi? Har bitta xonani o'zini temperaturniy rejimi bor. Mana bular tayyorlagandan keyin o'zini shokoviy kamerasi bor. Ichkarida yana ham sovuq xonasi bor. Ichkarida shokoviy kamera deymiz, u yerda -30 da saqlanadi. Oke, go'shinglar endi uzr, sal beparasat savol berishi mumkin. Bu savolni berish mumkin emas o'zi musulmon yurtlarda. Ya'ni aksariyati musulmonlar yashaydigan o'lkada halolmi? Albatta halol. Endi nima deydi? Bu savolni to'g'ri berdingiz. Chunki birinchi o'rinda o'zimiz uchun bu kerak. Halolligini birinchi o'ringa qo'yamiz. Go'shtimizni misol har xil joydan olishimizdan qat'iy nazar
birinchi o'rinda halolligi va undan tashqari laboratoriyamiz tekshirib oladi. Bu go'shtlar qayerda saqlanadi? Kimdan olasiz? Xo'p, bu go'shtlar pastda o'zimizning omborxonamiz bor, go'sht saqlanadigan. Biza misol местный go'shtni ham olamiz, o'zimizning, O'zbekistonnikini, Belarus go'shtini ham olamiz. Belarus deganingizda hozir deyish mumkin. Belarusdan qanaqa keladi? Bitta shuni ham tushuntirib bering. Mana Belarusiyada ham o'zimizning o'zbeklar bor. O'sha yerda halol so'yib turib bizga jo'natishadi. Halol holatda keladi. Halol holatda, albatta, sertifikatlari bilan hammasi bilan. Necha tonna go'sht ishlatasiz? Bir oydami yoki? Bir oyda 80 tonnadan oshiq go'sht ishlatamiz. Guruch bilan bir xil ekan, bashda. Ha. Jigar ko'rolman, rulet, bular hammasi shu tayyorlanadimi? Bu hammasi o'zimizning ishlab chiqarishimiz. Kiski kotlet. Ha. Tovuq mahsulotlari qancha ishlatasiz? Demak, tovuq mahsuloti bilan biz bir 45-50 tonnacha ishlatamiz. Oyiga sal go'shtdan sal kamroq ekan. Kamroq. Lekin yaqin ekan. To'g'ri. Bar go'shtxo'rmiz aka. Endi o'zbeklar bari go'sht ko'p yeymiz biz. Go'sht ko'p yeymiz. Aka, shashliklarni mana shu shashligimizda necha pul? Mana shu ko'rib turgan shashligingiz 35 ml setni ichida ham bo'ladi. Aha. Donali oladigan bo'lsa 16 ming so'm bo'ladi. Voy. Hozir shashliklar necha pul ko'chada? Ko'chada har xil 20 dan tepada. 20 mingdan baland. Zo'r. Qiymalaringiz ham bor ekan. Kotletlarni ko'rdik. Xonani temperaturasiga e'tibor berdik. Salqin, so'yibman, chiqishimiz kerak o'zi. Qandolatga boramizmi? Hozir birinchi o'rinda salat bo'limiga o'tib ketamiz. Hozir ko'rib o'tasiz, qanaqa qilib bizda salat tayyorlanadi. Aka, bu ham sovuq ekan-a? Ha, bu ham qishin yozi bir xil gradusda saqlanadi. Taxminan 18 gradusda harorat saqlanadi. Aka, bu o'zingizlarning mahsulotinglarni upa-upa qilib jo'nataverasiz. Korzinka ketadi bular hammasi. Mana shu hammasi korzinka setda sotiladi. Bu yerda nima qilingan desangiz, mahsulotni qadoqlashda vakuum gaz оборудованиесidan foydalanamiz. Ya'ni oldin havosini so'rib oladi, keyin o'zini pishvoy gazi bor. Uni uzoqroq saqlanishiga ta'minlab beradi. Masalan, mana shu salatimizda turib godnisi qachongacha turib bera oladi? Bu umumiy miqdorda 5 kungacha turib beradi. Ichidagi havo tortib olingani hisobiga. Ichidagi havo tortib olinib, maxsus gaz berilgani hisobiga. Aka, mana bu mayonezli salatingiz bor ekan. Ushab turing. Mana bu yerda olivingiz bor ekan, bu ham. Aka, mana shulardan zaharlanish ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Juda qo'rqaman mana shu mahsulotlardan. Bu bundan mana bizda 100% qo'rqmasangiz bo'ladi. Sababi hammasi laboratoriyada tekshirilgan va haligi maxsus gaz hisobiga 5 kun saqlasa bo'ladi bemalol. Bu hozir korzinkaga boradi. 5 kunda sotilmadi, nima bo'ladi? Agar 5 kunda sotilmasa, utilizatsiya bo'ladi. Utilizatsiya ular qiladimi, sizmi? Korzinkani o'zi qiladi. Korzinkani bo'ynida bo'ladi. Lekin bular har 5 kunga bormasdan 2-3 kunda sotilib ketadi. O'zi hisobini olgansizlar. Kuniga nechta sotilishiga qarab mahsulot yetib Uje yillab ishlaymiz-ku, ular zakaz berayotganda shunga qarab turib zakaz beradi. Aka, sir bo'lmasa, korzinka bir oyda sizdan qanchalik ob'em oladi? Xo'p, hozirgi kunda 2 tonnadan oshiq salat beramiz. 2 tonna salat. Har kuniga. Har kuni 2 tonna salat. Voy, gap yo'q ekan. Ha, norinni ham ko'rdim-da men. Mana bu to'qaymiz. Norin o'tdi. Karot. Mana o'sha norinlar. Aka, bu norin ekan. Mana bu yerda halol sertifikat degan yozuvni ko'rdim. Kim beradi sizga bu sertifikat? Buni xalqaro eng nufuzli kompaniyadan, ya'ni GSO standarti bo'yicha halol olganmiz. Ular kelib tekshirib turishadimi buni? Albatta. Xo'p, keyin men buni ko'rdimki, tagida pechi bor ekan. Ya'ni men bu paketi ichiga kirgandan keyin boyagi oyoq kiyimimizdagi o'xshab bitta kuydirib, Buni ham xuddi shunaqa vakuum gaz qiladi. Oldin havosini tortib oladi, keyin gaz beradi. Men korzinkada bu narsa e'tibor berib qaramagan ekanman. Bozor qilamiz-ku korzinkaga. Mana shu mahsulotni ko'zim tushmagan ekan. Bu xaladelnikda sotiladi. Buni korzinkada, polkalarida salat отделini oldi sotiladi. Ba'zida sizlar ko'rishingiz mumkin, salatlarimizni ochib turib solib qo'yishadi. Qo'rqmasdan ovraymi salatni? Ha, endi biza korzinkaga borganingizda chef catering mana chef food degan yozuvni ko'rsangiz yoki so'rasangiz, biz shunisiga 100% kafolat bera olamiz. Bo'ldi. Sizlarga ham maslahat. Ishim bo'yicha Krafersda ham ishlagansiz. Ha. O'zim uchun qiziq savol. Krafers nima bo'ldi? Xo'p, sotilgani bo'yicha aytyapsizmi yo umumiy? Sotilgani bo'yicha siz u yoqqa qachon kirgansiz? Odam deb tasvirlab bergan degan ma'noda agar so'rasangiz, nima bo'ldi? Krafers endi
men o'tganimda misol savdosi uncha yaxshi emas edi. O'shanga ustozimiz Jahongir Odilov ko'rsatmalar bo'yicha borganmiz. U ancha muncha ish qilingan, endi ancha muncha o'zgarishlar bo'lgan. Misol uchun savdo bo'limi butunlay o'zgargan. Keyin orada shunaqa zadaniya ham bo'lgan. Misol Krafersni o'zini ham bizani holdingdan bir nechta biznes sotilib ketganda sotib olish. O'shanda Nurulakaga o'tib ketgan va taqdir taqozo mana misol Nurulaka bilan juda yaxshi ishladi u. 8 oy ishlaganman. Emmedov kompaniyasi. U yerda savdosi 50% ga oshgan, mana ketishimdan oldin. Foydasi endi nima deydi, barobarda aytib bo'lmaydi, chunki bir necha barobar katta bo'lgan. Hozir yaxshi bo'lib ketdi. Ha, hozir ulgurishmayotgan ekan. Hozir shunaqa. Yaqinda borib keldi. Ishlaydi, u yerda mana tanishlar Nurulakam bilan o'zim gaplashib turaman. Eksport juda katta. Bir necha barobarga o'sib ketgan va kelajagi juda katta buni deb o'ylayman. Shu o'rinda bitta narsa aytmoqchiman-da. Qaysidir qamdolatchi kompaniya nemisni, ya'ni Germaniyani ko'rgazmasiga borgan. Ishlab chiqarish mahsulotlarini ta'minlaydigan katta kompaniya ekan. Nomi qaysidir kompaniya nomini bilmayman endi, nemisniki ekanda. Shunday aytgan ekan, biz O'zbekistondan kelganmiz, boy kompaniya emasmiz. Menga skidka ber dermishdi. Nima unaqa deysan? Boy emasmiz deysan. "Ho, anti ko'rasanmi, Krafers anaqalarni aytayotgan ekanda. Mashindan ikkita, uchta olishdi, nechadir millionga shartnoma qilishdi. Xullas o'zingni bechara qilib ko'rsatma, sizlar boy mamlakat ekansizlar dermishdi. Krafersga ishlatiladigan o'sha texnika, texnologiyalar bor-ku, ya'ni оборудованиялар eng qimmat qo'yilgan ekanda. Shunaqa endi o'sha ustozimiz Jahongir Odilov aytganlaridek biza o'tga faqat nima mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsa, eng zo'r оборудование sotib olingan. O'sha Germaniyadan, o'sha siz aytganingiz bo'yicha juda ko'p оборудование olingan. Misol Paktekki bor edi. Bitta dona upakovочный apparatni o'zi, просто upakovka qiladiganning o'zi $1 million ga yaqin. 500 ming dollardan yuqori. O'tgan yili oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha, ya'ni restoran biznesi deya qolaylik, ovqatlanish bo'yicha deylik, eng ko'p savdo qilganlardan bittasi, ya'ni KFC, Evos havo yo'llari. Havo yo'llari catering xizmati. Mana shu catering xizmati. Sizlar havo yo'lidan balandroqmisizlar yo pastroqmisizlar? Demak, havo yo'llari asosan samolyotlarga xizmat ko'rsatadi, ya'ni aeroportga ko'proq xizmat ko'rsatadi. Yo'nalish bitta. Yo'nalish bitta. Bizda ko'p yo'nalishli, keng tarmoqlimiz. Ya'ni bizda ko'rganingizdek ishlab chiqarishimiz ham bor o'zimizni. O'zimizni dastavkamiz bor, o'zimizni keyin catering xizmatimiz bor. Ya'ni yo'nalishimiz bir nechta. O'shani hisobiga men misol uchun ayta olmayman. Ob'yom bo'yicha ulardan kam emaslar. Ob'yom bo'yicha ulardan kam deb ayta olmayman. Qarang, hozir bizda Toshkentdagi filial emas, главный ofis desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, Navoiyda bir nechta zavodlarga ham xizmat ko'rsatasizlar, deylik. Navoiyning o'zida ham xuddi shunaqa joymi? Navoiyning o'zida 5 ta doncha obyektimiz bor. Toshkentdan boradimi yo o'sha yerda o'zida qilishadi? Navoiyning o'zida qilinadi. Alohida shunga o'xshagan joy olgansizlar. Ha, shunga endi kichkinaroq joy bor. Misol, ikkita obyektimizda zavodning o'zida, bittasi dastavkaga ishlaydi, qolgani hammasi obyektning o'zida. Endi menga narx qiziq. Toshkent shahar bari poytaxt. Bu yerda bari qimmatroq bo'ladi. U yoqda arzonroqmi yo bir xilmi narx? Yo, o'tdachi bilasizmi, ko'proq mijozi talabiga qarab turib. Misol, bizda shunaqa arab kompaniyasi bor, Aquapower degan, misol, ularga Toshkentga nisbatan 10 barobar qimmatroq beramiz. Voy, nimaga? Endi talabidan kelib chiqib, o'tda qora ikra, qizil ikralar, shunga o'xshagan narsalarni ishlatamiz. Yo'qmi bu yerda shunaqa ovqatlardan? Bu yerda ham bor, endi u ham talabga qarab. Ya'ni yo'nalishimiz har xilda bizani. Arablarning kompaniyasi ekanda. O'zimiznikilar ham ishlaydi, o'zbeklar ham ishlaydi. O'zbeklar ishlaydi, lekin tegi arablarga tegishli joyi bor-da. Ha, o'shaning ekanda. Jahon akaning kompaniyalarida bitta xodim ancha yillar davomida ishlaydi. Buni siri nimada? Yo katta oylik beradilar. Yo'q, bilasizmi, oylik har doim birinchi o'rinda bo'lmaydi. Birinchi o'rinda baribir mana o'zingizni miqyosda ham olsangiz, kimdir, misol uchun siz ishlatyapsiz komandan. Siz yaxshi oylik berasiz, lekin so'kib, baqirib, adolatsizlik qilyapsiz. Hech kim sizga qolmaydi. Ha, ketib qoladi. Aksariyat agarda siz adolatli odam bo'lsangiz, yo'l yo'riqni ko'rsatish, misol uchun perspektivasini ko'rsatib bera olsangiz, sizda kuchli komanda shakllanish boshlanadi. Qattiq qo'lmisiz?
Men misol o'zim to'g'rimda o'zim baho berishim noto'g'ri deb bilaman. Vaqti kelganda qattiq qo'lman, vaqti kelganda rag'batlantirishni ham bilaman. Ha, lidermisiz, rahbarmisiz? Qarang, mana shu tushuncha bo'yicha meni qarashim umuman boshqacha. Chunki men qo'shilmayman, odam yo lider, yo rahbar bo'lishi kerak. Ham bu bo'lishi kerak. Klassik menejmentda rahbar odam, menejer odam ham lider bo'lishi kerak, lider bo'lishi kerak. Bu asosiy nima deydi, qobiliyatlardan bittasi va rahbarlikni ham bilish kerak. Vaqti kelganda stimul qiladi, vaqti kelganda motivatsiya beradi. Oka, to'g'risini ayting. O'g'irliklar bo'lib turadimi ishxonada? Yo bilmaysizmi yoki? Конечно, bilmaysiz-da. Qayerdan bilasiz o'g'irlik bo'lishini? Endi o'g'irlikni bilsam sirasi chopaman-da. Lekin bo'lganmi? Bo'lganmi desangiz, bo'lgan, to'g'ri, lekin bizda tizim shunaqa qilinganki, o'g'irlik qilishni bu yerda deyarli imkoniyati yo'q. Kamera hamma joyda. Hamma yoqda kamera, hisob-kitob, tizim yo'lga qo'yilgan. O'shanga deyarli imkoniyati yo'q o'g'irlik qilish. Kirdi, chiqdi, qanaqa mahsulot bo'lib kirdi, qanaqa bo'lmadi, hammasi hisob-kitobi qilinadi. Hammasi hisob-kitob qilinadi. Bu nima mahsulotlar aka? Bu payok deymiz. Bu Jahongiroyevcha ehson qilish anaqalari. Bu ehsonmi bu? Ko'rsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Bu kimlarga ketadi bu? Bu o'sha o'zimizning xoldingdagi xodimlarga beriladi. Endi buni ichida nima tashkil topganini ham ko'rsa bo'ladi. Keling, men tayyorni ko'raylik. Go'sht 1 kilo qiyma. Buni go'sht qo'yishmagan, chunki go'sht aynib qoladi, o'zingiz bilasiz. U alohida solinadi. Alohida solinadi. U chiqib ketayotganda beriladi. Un, makaron, shakar eng kerakli bo'lgan narsalar ekan-da, va choy ekan. Birinchi Yog' ham bor. kerakli mahsulotlar. Gap yo'q lekin. Oka, o'zi boya xodimlaringiz aytdi, bu joyni ko'rsatish mumkin emasdi. Lekin men kirib qoldim. Oka, ko'rsatish kerak bo'lgan narsani ko'rsatish kerak. Shuning uchun bu yoqqa aralashman. Mayli. Aka, men bu o'zim ehson qilib turasizmi? Ha, albatta. Endi bu nima deydi gapiriladigan gap emas-ku o'zi. Lekin har bitta musulmonning vazifasi-da bu. Oka, o'sha ehsonda gap ko'p ekanda, pulni ko'paytirmoqchi bo'lsang, baraka bo'lishini xohlasang, ehson berib tur deyshadi ulamolar. Endi bu gapingiz ham to'g'ri-ku, lekin yana men aytganimdek, misol shaxsan o'zim beradigan zakotimni pul ko'paytirish niyatida ham emas, evaziga nimadir olish niyatida ham emas, bu faqat meni farzim bo'lgani uchun qilaman. Alloh aytgani uchungina. Birinchi o'rinda. Sardor aka, yana takoy savol beraman-da. Ko'p kompaniyalarni plusga chiqargan ekansiz-da. Minusga chiqarganlaringiz ham bormi? Yo'q, meni lekin praktikamda bo'lmagan, to'g'ri. Bo'lmasin, ha? Yo'q, bo'lmasin. Amin bo'lmasin. Endi nima deydi, avvalambor Xudodan biz faqat misol uchun to'g'ri ishlasak, to'g'ri niyat qilib turib, halol ishlasak, menimcha hali shu paytgacha misol uchun menda unaqa bo'lmagan, bo'lmaydi ham degan umiddaman. Oka, menimcha siz bekityapsiz-da. Bo'lish kerak-ku. Har odamda xatoliklar bo'ladi-yu hayotida. Bilasizmi, xato bo'ladimi desangiz, ha, xato bo'ladi deyman. Xato har doim bo'ladi. Lekin minusga kirgizmaganman. Minusga kirgizmaganman. Xatoni bitta narsa bor, mana rahbar xatoni tan olish kerak. Xato qilganini qancha voqli bilib shuni aniqlasa, shuncha tezroq o'shanga misol uchun yopib yuborish uchun chora ko'rsa bo'ladi. Misol, xato deganda mana qarang. Ishlab chiqarish kech qoldi misol. Ovqatdan vaqtida chiqmadi. Xatomi? Xato. Bu degani klientga kech boradimi degani, Otabek men sizga savol. Yarim soatga, 1 soatga kech qoldi. Siz bilan mana tepani aylandi. 9:30 10 da chiqib ketish kerak edi. Ovqatni o'zi 10:30 da chiqdi. Bu degani klientga kech boradimi? Mantiqiy shunaqa-ku, lekin yo'q, bizda bu javob to'g'ri kelmaydi. Xato bo'ldi bitta bo'limda, ikkinchi bo'lim uni xatosini yopib ketishga harakat qilish kerak. Ya'ni bitta bo'lim adashdi, kech qoldi. Endi transport bo'limimizda, misol uchun bitta yo'nalishimizda 10 ta mijozimiz bo'lsa, 10-klientga kech qoladi agar standart ketsa. Lekin ovqat kech qolganning hisobiga qo'shimcha transport jalb qilinadi-da, 10 ta emas, 5 ta klientga boradi. O'shanda reys kamayganning hisobiga har bitta mijozga vaqtida boradi. Ya'ni hozirgi situatsiyada qarasak, xato bo'ldimi? Xato bo'ldi. Biz uni to'g'riladimi? To'g'riladi. Klient nimadir sezdimi? Yo'q. Klientga vaqtida ovqat yetib bordi. Vaqtida yopib borgansiz. Xuddi shunaqa ishxonada ham misol xato bo'ladimi desangiz, xato bo'ladi. Har xil yo'nalishlarda biz uni misol uchun aniqlab turib, xatoni yopib yuborishga harakat qilamiz. Oxir-oqibat misol natijaga katta ta'sir qilmaydi. Qandolatga ham keldi aka. Bu yerdan xonangiz salqinroq ekan. Lekin pechlarni ko'rdim, juda ko'p pechli ekan.
necha xil turdagi shirinliklar bor bu yerda? Bu yerda 100 xildan oshiq shirinlik ishlab chiqaramiz. Bu yangi proyektimiz. Buni ochganimizga hali yarim yil ham bo'lmadi. Aka, rosa chiroyli ekanda. Ta'mi ham shunaqamikin? Ha, hozir yeb ko'ramiz siz bilan. Upakovkalarchi? Bular ham shu yerdami? Upakovka Bular ham qilinadimi? korzinkaga mana ketadi. Bu qayerga ketadi? Restoran. Bu ham korzinkaga hozir Korzinkaga beramiz. ketadi bu, pechenyelar. Korzinkaga va hozir boshqa marketlarni ham gaplashyapmiz. Ularga ham berish boshlaymiz. Gap yo'q, lekin tortlaringiz vosh gap yo'q. Meni eng yaxshi ko'rgan mahsulotim mana shu. Nomi nima edi ya? Bu Zavarli ekler aka, odamlarda ekler, buni yeb ha. ko'ring, bu alohida boshqa retsept bo'yicha. Qodingiz ham bo'ladimi? Ha, bemalol olib ko'rsiz. Mehmonlarga olib qo'ymaganmisiz? Yo'q, yo'q, sizga bu xolos. Aka, men ekspertman, lekin aytib qo'ying lekin. Baho bering. Kremi o'zigacha bu. Krem zo'r ekan. Hamma gap kremida, aka. Ha, asosiysi krem. Menimcha kremi quyuqroq. Menga suyuqroq krem yoqadi. Bu ataylab shunaqa qilingan. Endi yoshligimdan eng yaxshi ko'rgan shirinligim bu ekler bo'ladi. Sizga menga ana unda oqib ketadi, o'sha yoqar ekan menga. Ha, bu sal ana quyuqroq, lekin kremiga asha gap yo'q. Ana morojniga o'xshaydi. Sariyoli krem. Sariyolida, sariyoldan ayalmaganda. Mana aka. Mana yeb qo'yib O'zi yaxshimi ish qilib? O'zini yedirib yuboraman aka. Bu ataylab juda quyuq qilingan. Sardor aka. Sardor aka, ko'rsin, o'zingizni mahsulotingizni ham o'zingizga reklama qilib chiqaman. Reklama yo'q. Shunaqa chiroyli yeb beraman, o'zlari yegilar kelib ketyapti, o'zlarining mahsulotlarini. Aka, men bu San Sebastianmi? Ha, bizning firmaning San Sebastianimiz. Qo'shib beringlar. Aka, endi buni restoranda qilishadi, buni ham endi sotasizlarmi? Hamma turdagi bor bizda. Ovqat bo'yicha hamma narsa qilib bera olamiz. Otabek, bundan ham yeb ko'ring. Mana shuni ochaveraymi? Ha, bemalol. Bismillah. Shokoladini endi restoranga o'xshab qo'yib berilmaydi. Bu o'ziga qilingan, chunki dastavkaga tayyorlab qo'yilganda. Ha, bismillah. Bu nimaga yashilroq? Bu fistashkoviy. Pistashkoviy, Ondan San pistashkoviy. Suvlilarim oqib ketyapti. Ko'ryaptimi kamerada? Yaxshi. Okam yoqdi menga. Issiq choy bo'lsa yeb berardim oxirigacha. Issiq choy. Choy, pожалуйста, choy deydi-yu. Yeb ko'ring bundan. Aka, hamma narsani yeb ko'rsa, mana qaranglar. Hammasi toza mahsulotlar. Puldan ham islar. Yo'q. Imенно mahsulotlarga. Biz uchun birinchi o'rinda sifat. San Sebastianimiz necha pul? Buni mana shuni 22 ming so'mdan beramiz. Narxlar ham hamma shirinliklar shu atrofda ekanda. Deyarli shunaqa. Shirinliklarni aksariyatini kimlar oladi sizdan? Bizda mijozlarimiz ko'p. Asosiysidan bittasi bu korzinka bo'lsa, undan tashqari mana aeroportga beramiz va Pyramid Tower va shunga o'xshagan ko'p korxonalarga beramiz. Katta tashkilotlar bor. Tashkilotlar ham. Restoranlarchi? Misol uchun bo'ladi-yu, restoranlar misol uchun qanaqadir mahsulot sotadi-yu, lekin shirinlik sotmaydi. Tayyor shirinlik olmoqchi. Shunga o'xshagan kompaniya Bor, hozir B2C bo'limini ochganmiz. U yerda to'yxonalar bilan ko'proq ishlanyapti va restoranlarga ham hozir mijozlar topilyapti, tayyor mahsulot. Undan tashqari hozir shartnoma imzolaganmiz, Laysalis seti bilan, fast food bilan o'tga shirinlikni yetkazib berish bo'yicha. Shirinlik sizlarniki bo'ladi. Xudo xolasa. Ular tekshirib, yeb, ko'rib, Ha, hammasi degustatsiyadan o'tib bo'ldi. Hozir faqat ishlab chiqarib aniq qilsak bo'ldi, yetkazib bersak bo'ldi. Aeroport deganda o'sha ves nima deydi, safarga uchadiganlar uchun bo'ldimi yo'q, men tushunmadim buni. Yo'q, aeroport deganda aeroportga kirganingizda VIP lounge bor. Aha, va loungelar. Kishi boshiga taxminan 50-60 dollardan to'lanadigan joy. Aha. O'sha yerdagi mana ovqatlar ham, shirinliklar ham, salatalar ham biz ishlab chiqaramiz. Ularga berasizlar, yetkazib berasizlar. Aka, yana o'zbek xalqi birovning pulini hisoblashga usta. Marja necha foiz qo'yiladi? Har bitta mahsulotga. Xo'p, bizda bir xil marja degan tushuncha yo'q. Ba'zi bir narsalardan, misol uchun bizda foyda qolmaydi. Ba'zi bir narsalardan foyda qoladi, misol. O'sha qancha, o'sha o'ynashi qancha, maksimumi qancha-yu minimalist qancha? Minimalistini bildik, marja deyarli qolmaydi dedingiz. Nimani hisobiga qolmaydi? Uni ham tushuntirib keting. Qarang, narxni bozor belgilaydi. Narxni
Biz o'ylaymiz, biz belgilaymiz. Aslida bozor belgilaydi. O'shanga endi menga to'liq assortiment turishi kerak. Misol, bitta salatim ketish uchun ikkinchi salatim ham bo'lishi kerak. O'shanda ba'zida bitta salatimdan men umuman foyda qilmayman. Ba'zida zarar qilishim mumkin. Lekin umumiy miqdorda men foyda qilaman. Taxminan katta bizada foyda ko'p qo'yilmaydi. Otabekka taxminan. Men bir 30% qo'ysanglar kerak deb o'yladim bu yoqqa kelayotganim. Yo'q, 30% emas, bizga maksimum 10% qolsa biz uchun ma'qul hisoblanadi. Marja katta emas ekanda. Men boya aytdingiz 40 mingta xodim ishlaydi. Xo'p, 40 mingta xodim ishlasa, bitta mahsulot $3 bo'ladigan bo'lsa, $1 ishlaydigan bo'lsa, kuniga $40,000 topishar ekan. O'zayman o'ga. Bizda korxonalarni ta'minotida, misol ovqat pishirishda ovqatni o'ziga foyda qo'yilmaydi. Hali yetib o'tganimdek, biz zakutdan foyda qilamiz ko'p. Optim juda ham arzon narxda. Arzon narxda olganimizni buni alohida biznesga qaraymizda, mana mashina o'zida foyda qilamiz. Ovqatga ko'pincha foyda qo'ymaymiz. Konkurentinglar qiynalib qolmaydi. Sizlar ularni qiynab qo'ymayapsizlarmi kim? Endi konkurentlarni bilamiz, endi biz o'zimiz ishimizni bilamiz. Oxir oqibat kimga yaxshi desangiz, Xalqqa yaxshi. Xalqqa yaxshi. Arzonroq sotamiz, sifatli mahsulot sotamiz. Xavfsiz. Xavfsiz. Laboratoriyadan o'tgan. To'ppa-to'g'ri. 4 yil bo'libdi kelganingizga. Yoshingizdan hali 40 ga to'lmagan. Bizlar qatori aka ekanlar. Men 40 ga to'ldim, lekin aldamay. Sizdan oldin qanaqa bo'lgan vaziyat? Mana sizdan keyin nimalarga o'zgartirish qildingiz? Nimalar qancha ko'tardingiz ob'yomni? Xo'p, ob'yom bo'yicha gapiradigan bo'lsak, savdomiz 2 baravarga oshdi. Va foydamiz 3 baravarga oshgan. Foyda. Savdo 2 baravar, foyda 3 baravar. Qanaqasiga narxini ko'taribsiz kelib, a? Yo'q, bizda yo'nalish o'zgardi. Demak, biz ko'proq tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o'tdik. Ya'ni bu korxona o'zi tashkil topganiga 16 yil bo'lgan bo'lsa, boshlanishida faqat ba'zi vazifasini bajargan. Ya'ni Optimda sotib olib, zavodlarga tarqatgan. Bu faqat xoldingda ishlangan. Hozirgi kunda biz xoldingdan tashqari ko'p mijozlarimiz bor va shu yo'nalishni biz rivojlantirib ketyapmiz va tayyor mahsulot sotishga ko'proq urg'u berganmiz. Xodimlarning oyligi qanaqa? Biz bilamizki, bugungi kunda sheflar, shef-powerlar yaxshigina pul to'lamasangiz ishlashmaydi. Yoki yaxshi powerlar ham ushlab turish qiyin ularni. Oyligi kam emas-da. Betdagi sredniy oylik qanaqa? Ularni qanaqa qilib ushlab o'tirasiz? Qarang, xodimlarimiz taxminan 3,5 million, 3,5 milliondan boshlanadi. Powerlarniki bo'lsa 5 milliondan boshlanadi, 30 milliongacha boradi. 30 milliongacha oylik olishadi O'zbekiston sharoitida. Demak, O'zbekiston sharoitida ham agar o'zini mutaxassisligi bo'yicha professional bo'lsa, bemalol indamay $2,5 topsa bo'lar ekanda. Shunaqa qilsa bo'ladi albatta. O'z dam olasizmi? Oxirgi marta qachon bir otpuska olib dam olib keldingiz? O'zim yiliga 2 marta dam olib turaman. Otpuska olib chiqib turaman. Necha? 15 kundanmi? Yo'q, bir haftadan dam olib turaman. Lekin men aniq bilaman. Siz taniyman-ku, endi hozir birinchi marta ko'rdim-ku. Как sizni ishingiz davlat xodimlariga o'xshaganda, bar ish kelasiz-a? Avetdan keyin. Yo'q, men chet elga ketaman. Kelmasin uchun telefonlar o'chirilar ekanda. Yo, bolalar bor, mana shogirdlar. Mana shu suvni ichib yuboringlar. Suvni ichmasak bo'ldi, og'iz qurib ketadi shirinlikdan keyin. O'zingiz shaxsan Jahon akadan bir gap eshitganmisiz? Men shuni noto'g'ri qilsam yoki xato qilsam degan. Lekin to'g'risini aytsam, mana 14 yil ishlayotgan bo'lsam, hali nima deydi? Solishtirsa, misol Habib Nurmagomedov bor. Men uni fanat emasman-ku, lekin anaqasiga qoyil qolaman rezultatiga. Chunki u shuncha yil misol uchun chiqqan bo'lsa, bitta dona jangga ham yutqizmagan va jangi ichidagi bitta dona raundda ham yutqizmagan ekan. Endi maqtanish balki bo'lib qolishi mumkin, lekin men 14 yil ichida hali bitta dona korxona ham yo'q, vazifani bajara olmaganim va har bitta korxona ichida bitta dona qarorim ham yo'qki, o'sha qaror misol uchun korxonani minusga olib ketgan. O'zi Jahon aka ushib turadilarmi xodimlarni? Hech ko'rganmisiz? Endi bizning ustozimiz endi Jahongir aka juda adolatli odam. Misol urushadimi desangiz, endi har qanday odam misol urushadi. Xato qilgan odamga albatta urushadi misol. Lekin agar siz xatosiz misol uchun halol ishlab kelsangiz, ko'pincha maqtillar, misol o'zimizlarni ham maqtab turadilar, rag'batlantirib turadilar. Sizga o'xshagan CEOlar nechta bugungi kunda? Juda ko'p qo'lganda. Bir 20 dan oshiq desa bo'ladi. 20 dan oshiq desa ham bemalol bo'ladi. Katta jamoa, katta oila bo'lib ketibsizlar-da, o'sha aka. Biz ham katta oilamiz bilan ko'pchilik bilan men 14 yildan beri misol tanishman-da. Kimdir bilan aka-uka bo'lib ketganmiz. Shu ishxonaga o'zi ishxonamni o'zida ham men aytaman, bu yerda
misol xodimlar emas, kimdir akam ukam ishlaydi yo opam singlim ishlaydi deyman. Biz ham bitta jamoamiz. Ha, direktorlar o'rtasida konkurensiya bormi? Ya'ni Jahongir akani komandalarida direktorlar ko'p. Har bir zavodda o'zining rahbarlari bor. Baribir direktorlar kengashi, majlislarda yig'ilib qolasizlar qayerdadir. Shunda baribir ana odamlarda nima deydi, konkurensiya degan narsa bo'ladi, ichida, qalbida. Shu narsa bormi? To'g'risini aytsam, katta ehtimol bilan bor deb o'ylayman, lekin Yaxshi-da, bu yaxshi raqobat-da. to'g'ri, yaxshi raqobat, lekin men shaxsan misol unga umuman ahamiyat bermayman. Misol hayotimda, ishimda misol o'zimnikiga javob beraman, boshqalarnikiga ahamiyat bermayman. Misol qo'ni qo'shnim qanaqa yangi mashina oldimi, u menga katta misol uchun e'tibor emas. Xuddi shunaqa ishxonada misol uchun kimdir nimadir qilsa, konkurensiya qilsa, bir-biri bilan talashsa, men ahamiyat bermayman. Men o'tdan chetda yuraman. O'zimning ishimga javob beraman, o'zimning ishimni halol qilaman, bo'ldi. Tushunarli. Misol akulalar bormi desangiz, Lekin bor. bor endi, конечно. Bo'lgan, biz ham karyerada misol o'sishimiz oson bo'lmagan bizga. Da. Lekin o'zim uchun qaror qilganman, mana misol Natija. haqmanmi, oxirigacha boraman. Natijani ko'rsatim bo'ldi. Natijani ko'rsatdim bo'ldi. Natijani ko'rsatish kerak ekanda deb. To'g'ri. Misol shunaqa situatsiya bo'lgan. Orqamdan mana Sardor keldi, mana bunaqa o'zgarishlar qilib tashadi. Korxonani mana hozir minusga tiqib yuboradi deyshgan. Bir nechta odam har bitta bo'limdan ortiq qo'shib turib, ustimdan jalb qilishgan. Men bilmaganman. Uni bir necha oydan keyin menga aytib berishyapti. Keyin nimaga bo'lmasa menga hech qanaqa chora ko'rmadinglar desam, Sardor dedi, sen kelishingni oldin bu minus deydi. Bu zarar deydi. Ani hammasi kelib turib, san ustingdan jalb qilyapti. Sardor minusga tortib, pastga tortib ketyapti korxonani deb aytyapti. Lekin sen oydan oyga misol uchun foyda topshirib, olib kelib topshiryapsan-ku deyapti. Shu foyda kelmagan bizga. Kimning gapiga ishonamiz? Fakt olib kelyapsan, foyda anular misol uchun pastga tortyapti. Endi oxir oqibat nima bo'lgan? O'sha korxonada har bitta bo'limda bitta tomir bo'lganda. Endi siz uni chopib turib halol ishlashga qo'ysangiz, unga yoqmaydi. Bir kishi kelib turgan joyda Shunaqa gaplar bo'lavergan. Biz hozir gayixonaga keldik, ya'ni alkotester orqali, to'g'rimi? Qo'pol aytamiz. Bu qanaqa xona? bu o'zi medpunktimiz. Medpunktimizda endi asosiy vazifasi xodimlarga birinchi yordam ko'rsatish bo'lsa, undan tashqari bizda shunaqa narsa bor. Mana alkotesterdan har bitta sho'pirimiz o'tadilar. Har kuni. Har kuni ertalab. Ertalabdan, ha? Temperatura o'lchanadi, davleniya o'lchanadi, alkotester. Mana bu chek chiqarib beradi. Chek chiqqandan keyin bo'lim boshlig'i berib turib ishga kirishadi. Oka, bitta kuflang. Hozir kuflab bo'lganmisiz? Ha, bu endi yoqdingiz-a uni. Tayyorlanyapti, apparat tayyorlanyapti. Oka, mana ham bitta tekshiraylik. Fulab ko'rsangiz bo'ladi. Ha, ishirib Uzoq turgandek bo'lar ekanda. Qo'llash kerak. To'g'ri bilan mana 00 chiqdi. Men bilan ishga ruxsat etaman shu. Mana 00 chiqdi, 00 chiqdi. Bitta ruxsat etasiz. Mana chek chiqdi. Chekini kim oladi? O'zingizgami? Bularga berasizmi? Shofyor, xatni shofyor o'zini nakladnoyga bitishib qo'yib olib ketadi. Ha, naklanada turadi buni. Sog'lom degan pechat uraman. Hop, bitta ko'rsatib bering shuni. Jarayon qiziqda. Har kunlik holat mana shunaqa. Har bitta sho'pirim tushadi. Chekib sog'lom pechatini uraman. Qo'l qo'yaman. Soatimni jurnalga belgilayman mana 16-nomer bilan. Nur soati 10:50 da mendan chiqib ketyaptilar. Hop, alkogol chiqdi deylik. Nima bo'ladi? Alkogol chiqsa ishga ruxsat etilmaydi. Uni ham dozalar bor, dozalarga qaraymiz. Bir kunlik kuni ishga qo'yilmaydi o'sha kun. Bir kunga ishga qo'yilmaydi. Ertasi kuni yana topshiriladi. Yana Boshqa. Chiqishi mumkinmi? Ki ertasi kuni ham. Ertasi kuni chiqmaydi, chunki ichmagan bo'lsa chiqmaydi, ichgan bo'lsa chiqadi. O'zi necha kungacha ko'rsatib beradi bu apparat? O'zi bir kunlikni ko'rsatadi. Faqat bir sutka ekanda. Har kun tekshiriladi. Har kuni Qon tekshiriladi. bosimini Lekin tekshirib. bizning sho'pirlar hammasi yaxshi. Bir endi apparatimiz agar anaqa qilmasa, lekin har doim yaxshi chiqadi. Qarang, akamiz deylik ichdilar. Endi yomon chiqadi o'tganlar aytolmaydi. Deylik akamiz ichdilar. Qaysidir ma'noda siz xatoga yo'l qo'yibmi yoki bilibmi bularni qo'yib yubordingiz ishga. Yo'lda nimadir hodisa yuz berdi. Javobgarlik sizga ham keladimi? Javob beradilarmi bular?
Ha, bu direktorgacha javob beriladi. O'shanga yo'q, shunaqa kuchli tizim qilib qo'yilgan. Ha, sizga uncha narsa bo'lmas ekanda. Berishmanga keyin o'zi chiqmaydi. Hamma yonib ketar ekanda. Shoferlarimiz yaxshi umuman yetishmaydi. Alkotestlarimiz har 6 oyda anaqadan o'tib turadi. Kalibrovkadan o'tib turadi. Go's standartidan o'tib keladi. Bitta uni xavfsiz aytayotgan xatolik bo'lmaydi. Bitta o'zimga tekshiraman. Boshqatdan berishadi. Ha, bu og'iz almashar ekanda. Hozir xayolimda faqat shu turadi. Hozir Одноразовый bo'ladi. одноразовый bo'lar ekanda. Bu gaylani qo'lda ham bo'ladi, bu narsa. Xuddi shunaqa narsa. Ufliymi? Faqat uzoq uflash kerak. Chuqur nafas ol. tayyorgarlik bo'lish kerak. Ichganlar bormi? Nafasingizni qo'yib yubormasdan turib, Ha, bittada. bittada oxirigacha to'ldirishingiz kerak. Yana hozir. Ketdimi? Bo'ldimi? Qattiqroq. Qattiqroq. Yetmadi. Qo'yim yetmadi. Qiynakan bu. Bo'ldi, topshirmay qo'ya qoldim. Hozir ranglari oqariq, shundan ketib qolmaydi. Bu laboratoriyaga hamma kira olmas ekanda. Ha, bu yerda do'st faqat menda, zamimda va laboratoriya xodimlarida bor. Lekin texnologiya kuchayib ketdi-yu. Kerak. Xalatsiz kirish mumkin emas. Mana bizning laboratoriyamiz. Assalomu alaykum. Aslan ishingiz zo'r ekanda, har kun ovqat bor-a. Bular mana nima deydi, oxirgi bizning arqonimizni himoyalaydigan. Ya'ni bular tekshirib, xulosa beradi. Bularning ijobiy xulosasi ovqat chiqarilmaydi. Mana masalan, mana shu hozir pishiriqni qanaqa tekshirishadi? Bu men aqlimga sig'mayapti. Mana shuni bitta ko'rsatib bering, nima qilasizlar buni? Mana bizga hozir laboratoriya mudiri o'zlari tushuntirib beradi, Sabohat. Mana shu pishiriq misolida bitta ochib ko'rsatib bering, nima qilasiz? Bu qanaqa tekshiriladi? Bu pishiriq 0366 santiga asosida tekshiriladi. Bunda ovqatdan zaharlanishni oldini olish uchun tekshiriladi. Ya'ni bunda biza bakteriyalarga tekshiramiz, stafilokokka, BKPga, E. coliga, achitqi mog'orga, salmonellaga tekshiriladi. Men tushundim, xullas. Tekshirilgandan keyin buni o'zini etaplari bor. Mana hozir qizlarimiz bu yerda shu jarayonni qilyapti. Oching shuni, bitta ko'raylik. Hozir nima tekshiryapti? Dandiy Mamet nima tekshiryapti? Ovqat tekshiryapti. Qaysi ovqat? Bu yerda hozir Bu nima mahsulot edi? Hilola qaysi edi? Bizda-chi daftarda yozilgan. Yo'q, qarang, bizda qanaqa etapda bo'ladi? Har bitta mahsulotimizni mana olib kelindi. Olib kelgandan keyin o'zimizni xonamiz bor. U toza xonamiz hisoblanadi. U yerda faqat ekadigan odam kiradi. Bu yoqqa kirgandan keyin o'zini grammi bo'ladi. Buni grammini oladi. O'zimizni o'stiradigan sredalarimiz bor. Sredalarga bundan ma'lum bir miqdorda 1 grammdan olib ekamiz va bu yerda termostatlarimiz bor. Har bitta termostatlarimiz gradusi har xil. Ya'ni har bitta gradusga qarab bakteriyalar o'sishiga qarab har bitta gradus qo'yilgan. Masalan, bu gradusimiz 37 gradus. 37 gradusimizda bizada o'stirib beradi BKP, E. coli bular aniqlanadi. 43 grad, 23 grad, 25 gradimizda achitqi mog'orlar aniqlanadi. Keyin ertasi kungi etapimiz bor. Bir kunda javobi chiqmaydi. Masalan, salmonellaga tekshirmoqchi bo'lsak, 5 kun davomida tekshiriladi. 5 kun davomida tekshirilgandan keyin har bir etapdan o'tadi. Birinchi kuni o'zimiz sredamiz bor, unga solib ekamiz. Ikkinchi kuni uni olib 37 gradusga qo'yamiz. Uchinchi kuni 3-sredamiz bor. Ya'ni mana bunaqa chashkalarimiz bo'ladi. Mana hozir bular o'sha ishni qilyapti. Zabuferniydan xlor magniyga olinadi. Xlor magniydan mana chashkalarimizga olinadi. Keyingi etapi bu doktor ko'rishi, ya'ni zaключение berish etapi bor. Buni biz ko'rib zaключение beramiz. Ya'ni mana bunaqa tartibda o'sib chiqadi. Buni Mog'or o'sib chiqar ekan bu. Ha, Mog'orga o'xshagan nima bu? Bu yoqda stafilokok. Stafilokok. Stafilokok biz bu yerda o'rganamiz. Bu sredamiz yordamida biz kishechniy palichkani o'rganamiz. Ya'ni o'sha ovqatda kishechniy palichka yo'qmi, bormi? Shunga asoslanib biz keyin zaключение beramiz. Bu etap bizga nima kerak? Ertaga bizning ovqatlarimiz sifatli, ya'ni odamlar zaharlanmasligi uchun har bitta kirib kelayotgan mahsulotlar go'shtlarimizni olib kelib, mana tonna mahsulotlar kirib keladi.
Shuni 4 kun 5 kun davomida laboratoriya usulida tekshirib, u toza bo'lsagina biz zaключение beramiz, keyingina biz uni qo'llashga ruxsat berishadi. Qatuvlarimiz ham xuddi shunaqa etapdan o'tadi. Mabodo kimdir zaharlanib qolsa, hamma nagruzka sizga bo'lar ekanda, sizga va rahbariyatga. Hamma aytadi-yu, kallang bilan javob berasan degani shu ekanda. Bizning ikkinchi etapimiz bu laboratoriya usuli juda ham aniq usul. Bu aniq usul bo'lgani uchun bu minus tomoni ko'proq vaqt talab qiladi. Bizda tezda javob beradigan usul bor, bu organoleptik usul. Ya'ni har bitta mana mahsulotlar kelgan, bu bugungi chef cateringdan chiqib ketayotgan mahsulotlar hozirgisi. Bu kun davomida hamma mahsulotlar yig'iladi, 5 kun davomida xolodilnikka saqlanadi. Biz bularni ko'rib, mana hozir biz bularni ko'ramiz. Masalan, mana bitta oshlarimiz bor, buni ko'rib qizlarimiz yordamida o'zimizning xonamiz bor, boks xonamiz, sterilni xonamiz, bularni pishishi, hidi, hamma narsa organoleptik usulda o'rganilib, bu tezda, ya'ni atvet beradigan usul. Bu usulda biz 5-10 minutda beramiz, keyin bu zaключение yordamida ovqatlarimiz tashqariga chiqadi. Men ko'ryapman, 3 ta qiz ishi ekansizlar-da. Nima semirib ketmagansizlar? Nima deyishni bilmay qoldilar. Chunki yeyishmaydi bularni. Yeyishadimi? Organoleptik usul. Yeb ham ko'rasizlarmi? Yeb, hidlab, ta'miga qarab baho beramiz, keyin bu sotuvga chiqadi. Lekin zo'r joyda ishlayotgansizlar. Men jon deb ishlardim. Bu tizim ham qiyin. Yo, bilaman. Ani boya gapni kallangiz bilan javob berasiz. Boshingiz bilan javob berasiz. Baraka topinglar. Omad tilaymiz. Rahmat. Bosinglar. Boya gaplashdik. Eng kam klientingiz 7 kishilar ekan. Ya'ni kichkina korxonaga 7 ta odamga ovqat yetkazib olar ekansiz. Lekin elita deyishdi. Lekin siz o'zingiz bittaga ham yetkazib beramiz B2C'da. Agar xohish bo'lsa bo'ldi ekanda. Deylik, Murod Building kompaniyasi sizga bugun murojaat qildi. Ertadan boshlab ishlaymizmi? Ertadan boshlab menga ovqat yetkazib bera olasizmi degan savolga qanaqa javob beradi? Bizada bir kunda zadaniya tushsa 10 mingtagacha odamni olib bera olamiz. Srazu. Komanda tayyor. Komanda tayyor. U uchun bizada tajribaga egamiz. Misol eng katta tadbirlardan bittasi bu 2022-yillik shos anaqasi deyman. Shosga ham o'zinglar qilgan. Ya'ni boshqa shaharga borib turib, u yerda mana misol bir kunning o'zida biz tayyorgarlik qilib 10 mingtacha xodimga ovqat bilan yetkazib berish yo'lga qo'yib berganmiz. Shu Samarqanddagi shosni o'zinglar qilganmisizlar? Yaqinda bo'lmadimi bu? Yo'q, u oxirgisi biz qatnashgan o'sha 22-yillik juda katta bo'lgan. U yerda 15 ta davlatdan prezidentlar kelgan. O'sha yerda har xil nima deydi, ministerstvalardan, misol ichki ishlar, mudofaa vazirligi, organ xodimlari, o'shalarni umumiy miqdorda bir 10 mingtagacha xodimni har kunlik 3 mahal ovqat bilan ta'minlaganmiz. Samarqandga borib turib. Endi Toshkentda misol bizga bunaqa misol uchun taklif tushib qolsa, bir kunning o'zida umuman bo'lmasa yo'lga. Shunaqa payt qarang, komanda bilan Samarqand ketildi deylik. Bu yerdagi komanda nima bo'ladi? Bu yerdagi ish to'xtab qolmaydimi? Qarang, bu yerda shunaqa tizim qilganmiz, misol ma'lum bir qismini bu yerdan olib turib, ma'lum bir qismini yollanma ish chiqib turib, shartnoma tuzilgan. O'sha 2 hafta davom etgan bo'lsa, 2 haftaga yollanma ishchilar, ya'ni zelniy ish qilib turib yoki o'sha 2 haftaga shartnoma tutib turib 2 hafta ishlatganmiz. To'g'rilarni olib ketib, o'sha yerda o'zidan ham to'g'ri olganmiz Samarqandda o'zi. Endi bu yerda bizga nimasi yana yordam bergan, shusi bo'lsa misol ko'p korxonalar ishlamagan misol. Biz bu yerdan olib boramiz desak, Samarqandning o'zida ham baribir ishlamaydi, restoranda bizani ishga oling deb ko'pchilik kelgan. 2 hafta biz ham ishlab olay debdi. Tushunarli. Aka, o'g'irlik bo'lmaydi deb aytdik. Ana shu o'g'irlik bo'lmasligining sababi kameralar ekanda, aka. Bu endi yana bitta kontrol tizimida. Bu 24 soat bizda ishlaydi. Axirani tekshirib turadi. Nechta kamera, aka? Bizda 100 tadan shu kamera bor. Juda ko'p kamera. Hozir ishlab turgan oshxonani ko'rsating, aka. O'zi oshxonani boya hamma o'zini ishlagandek qilib ko'rsatdi-da, ko'zim bilan ko'rmoqchiman. Rostdan ishlaydimi? Rostdan ishlaydimikan deb. Mana misol oshxona. Mana laboratoriya, kirgan laboratoriyamiz. Polni kuzatib o'tirar ekansiz, katta ekran qilib. Bu yerda mana bizani xavfsizlik xodimimizdan tashqari, ya'ni misol sifat nazorat bo'limi ham kelib turib tekshiradi, ya'ni. O'zingizda ham bormi bu narsa? Menda ham bor do'stim. Sizda ham do'stim bor. 24/7 любойga kirib ko'rsam bo'ladi. Telefonimdan ham ko'rib turaman. Safarga borsangiz telefoningizdan ko'rib o'tirasiz. Orada tekshirib tursa bo'ladi. Kelishingiz ham shart emas ekanda.
skladmi bu aka? Bu bizani baza deymiz, o'zi skladimiz asosiy. Bu yerda har bitta otsekda o'zini bo'limi, o'zini yo'nalishi bo'yicha saqlanadi. Bu yerda nima mahsulotlar asosan? Bu Guruch, yerda dondun deymiz, aha, guruchli, yog' shakarli mahsulotlari, kartoshkalar ko'rdim. kartoshkalarniki alohida skladi bor, hozir ko'rsatib o'tamiz. Nechta boks? Mana har bitta mashina bu yoqqa kelib, mahsulot yo ortiladi, yo tushirilar ekanda. Bu yerda o'zida mana 9 ta boks bor. Undan tashqari go'sht отделники ham bor. Go'shtga bitta kiraylik aka, mana shu go'shtga Hammasini qiziqaman. ko'ramiz. Ko'pchilik mana shu nozik nuqta go'sht mahsulotlarida. Bilasizmi? To'g'ri, ha. Halolligiga qarashadi, pokizaligiga qarashadi. Keyin bizani o'zbek go'shtlarimiz shirin, bilasizmi? Ha, albatta. Mana hozir biza ko'rib ketsak bo'ladi. Kartochka mana keldi. Kartochkani mana bizani xodimlar sifat nazorat bo'limida nitratga tekshirishyapti. Ha, sifatini. Ha, Nitrat birinchi deganingiz o'rinda. nima u? Nitrat deganda shunaqa modda bor. Agar u katta bo'lib ketsa, kartochka sifatsiz hisoblanadi. Biz bozordan nitratiga qaramasdan olamiz, u qandoq bo'ldi endi? Dori qo'shilgan, qo'shilmaganligini ham tekshirishadi. Albatta. Bundan keyin laboratoriyaga olib chiqilinadi. Laboratoriya alohida mukammalroq tekshiradi. Sizga dehqonlar отборник qilib beradi. Mana bu yerda kartochka, piyoz saqlanadigan skladimiz bor. Saqlab qo'yadi. Oka, ovqatlarni sotganinglarda ham qo'pol qilib men shunaqa deyman-da. Suv ham qo'shib berasizlar, kompot qo'shib berasizlar, napitka ham qo'shib berasizlar. Bor, shunaqa klientlar. Unga qo'yiladimi, xatya ustiga? Endi bir xil joylarda qo'yiladi, lekin umumiyda foydamiz bo'ladi. Xo'p, Umumiy komplekt hisoblanadi. bitta setda bo'ladi. Setda. Xo'p, bu go'sht mahsulotlari saqlanadigan joy. Go'sht отделimiz. Go'shtlar sir bo'lmasa, mana shu go'shtlar qattiq. Mana mashi go'shti o'zi o'zimizning местный go'shtlar. O'zbekistonniki. O'zbekiston. Dumbasdan bilsak bo'ladi, bizani qo'ylarimizda ser dumba-yu. O'zimizning mana buqalarimiz. O'zbek go'shtlari baribir shirin. O'zbekiston. Dunyo bo'yicha deb o'ylayman. Yana bilmadim-u. Endi biza avvalambor nima deydi, nimaga o'rgangan bo'lsak, o'sha shirin bo'ladi. Balkim, to'g'ri aytasiz. Kimdir Braziliyaning go'shtini maqtashadi. Shunaqa. Chef Catering endi 12 ta viloyatda 12 ta filialingiz bor deb o'ylasam, bolalar aytishdiki, hozir 40 ta filial bor deyishdi. Ha, umumiy miqdorda 40 tadan shu bor. Endi ba'zi bir misol uchun Navoiyda misol uchun 4 tadan shu. 4 tadan shu filial, 5 tacha bor. Buxoroda ham bir 3 ta filialimiz bor. Har bitta viloyatda o'zini talabiga qarab turib biz yoki alohida qilamiz yoki bor bazadan foydalanamiz. Shu 40 ta filialni hammasiga borganmisiz yo'q? Faqat to'g'risini ayting. To'g'risini aytsam, yarmidan ko'p asosiylariga borganman. Endi bir xillari yangi ochilgan, hali borishga ulgurmadim. Lekin deyarli hammasiga borganman. Bo'yoqxonangizdan turib aytdingiz-ku, monitorda boshqaraman, hammani ko'rib turaman, nazorat qilib deb. Filiallarni ham shunaqa ko'rib turasizmi? Uni o'zichi, men to'g'risini aytsam, ora-chorada kiraman. Misol har bitta ishni ko'rgisi kelsa imkoniyatingiz bormi demoqchi? Imkoniyat bor, lekin unga katta urg'u bermayman. Sababi men uchun asosan tizim ishlash kerak. Unga qaraydigan o'zini odami bor, unga mas'ul o'zini odami bor. U o'zini vazifasini bajaradi. Men faqat orada o'zim uchun kirib turib, bitta narsa kerak bo'lsa, tekshirib qarab olaman. O'zbekistondan tashqariga ham chiqish plan qilasizmi? Yo'q, hozircha maqsadimiz To'ydirib olaylik. bu asosan O'zbekiston. To'yin bo'lsa-da. To'ppa-to'g'ri. Konkurentlar bormi? Konkurentlar cateringga juda katta. Ko'p, lekin aksariyati kichkina korxonalar. To'y hashamlarga ham chiqasizlar? Unaqa bo'limizda ham bor. Masalan, to'y qilmoqchiman. O'zimni o'g'limni uylantirmoqchiman deb, hovlida qilmoqchiman to'yni. Misol uchun sizga aytsam, to'yni ham o'tkazib bera olasizmi? U bizada fushet bo'limimiz bor. Katta tadbirlar, to'ylarni o'tkazib bera oladi. Navro'z bayramlariga yoki boshqa qaysi bir festival bo'ladi, o'sha yerda qatnashishadi. Narx shunaqa arzon bo'ladimi? O'tdachi Otabekning talabiga qarab turib, endi misol to'y sho'rvani Qoson kabob bilan solishtirib bo'lmaydi. Mendan shaxsan so'rasangiz, sifatlimi desangiz, u ham sifatli. To'y sho'rva ham sifatli. Qoson kabob ham sifatli.
Faqat u yerda misol boshqa mahsulotlar ishlatilgan, ular tan narxi har xil. Ikraga o'xshagan narsalar, Xuddi masalan, shunaqa qizil narsa. baliq, masalan. Endi uni qo'ydirsa albatta misol qimmatroq bo'ladi. Lekin boshqalarga nisbatan arzonroq, raqobatbardosh narxlar berishga harakat qilamiz. Aka, men bu savolni beraman. Narx-navoiylarni ko'rdim, arzon-da, yaxshigina. Bitta porsiya ovqatingiz maksimum 30-35 minglarga boryapti-da, 40 minglar atrofida. Keling 100 mingga bir zo'r narsa qilib bera olasizku, baribir 100 mingga. Albatta. To'y bob qilib, masalan, o'sha kelibsiz ichida ikrasi ham bo'ladi, ozgincha bo'lsa ham. Yo, endi ikraga. Hozir Nega unaqa deyapman aka? Uzoqdan olib kelganim sababi hamma aytayaptiki, uylanish qiyin bo'lib ketdi. Uylanish shunaqa qimmat emas ekanda agar hovlida to'y qilsa. Yo, mana agarda siz furshet tarzida to'y qilmoqchi bo'lsangiz, meni shaxsiy fikrim, u to'yxonaga nisbatan qimmatroq chiqadi. Yo'q. Uyda qilishsa, to'yxonada baribir arzonroq bo'ladi. Uyda qiladi hozirgi kunda baribir nima deydi? To'y hasham emas, ko'pincha tadbirlarni o'tkazish. kichkina tug'ilgan kunlarga o'xshagan, Tug'ilgan kun, endi 50 talik. Ba'zilar o'shanga ham misol 100 talab odam chaqiradi, 150 talab odam chaqirishadi misol. O'zini kuchi bilan qiyin va hozirgi kun talabiga misol ayollar ham nima deydi? Faqat xizmatda bo'lmasdan o'zligi ham o'sha tadbirda qatnashgisi keladi, o'tirgisi keladi. Chiroyli kiyimlar kiyib, hovlida to'y qilgim kelyapti deyman. Hozir o'g'limni uylantiramiz deb uydagilar bilan rosa suhbatlashamiz, adam aytadilar, sal kechroq uylantiravur, bolang yosh deydilar. Men yo'q, bu xil uylantirganingiz yaxshi ada deyman. Qilsak ham to'yni shu hovlida qilamiz. Keyin karantin bizani o'rgatib qo'ydi-yu, kam sonli odamlar to'y qilsa bo'ladigan. Shu narsani qilgim kelyapti-da, xalqqa bir ko'rsatgim kelyapti. Mana 100 ta odam bilan ham to'y qilsa bo'ladi degan narsa. Lekin uydagilar har doimgidek, yo'q, 100 ta kamlik qiladi. Otabek, menimcha endi siz taniqli odamsiz. 100 ta sizga balki kamlik qiladi. Lekin chaqirsangiz bo'ladi. Lekin shuni imkonini qilib bir amallab qiynalib bo'lsa ham xalqqa ko'rsatib bersam, menimcha men xalq uchun katta ish qilgan bo'laman deb o'ylayman. Odamlarga shu madaniyatga kirgizish kerak, shu kam sonli odamlar bilan to'y qilishga. Chunki odamlar o'zini o'zi qiynab qo'yyapti. To'g'ri. Chunki hamma ham boy emas, hammaning ham imkoniyati ko'p emas. Hozir xayolida 200 ta odam, eng kamida 200 ta odam o'ylaydi-da, har bittasiga bir 50 dollardan rasxod ketsa ham, o ketdi-da o'sha yoqqa, 10 ming dollar pul. Endi men qachon to'y qilaman deyshadi. Lekin siz hozir narx-navoingizni ko'rib, arzonga to'y qilsa ham bo'ladi-ku. Shart emas qizil ikra qilib. Bitta qozon kabob, bitta shashlik, kompot, napitkalar bilan qo'ysa 100 mingga ham bormas ekanda bitta odam. Endi agarda mijozi misol uchun xohishiga qarab turib bizga arzon o'tkazib bergin desa, biz bemalol 100 ming so'm undan ham arzonroq taklif bera olamiz. Ko'rdingizmi? Mana o'zini xohishiga qarab turib, to'ppa-to'g'ri aytasiz. Bizda asosan bu stereotip odamlarning miyasida qolib ketganda. Sardor aka, videongiz qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Maza qildim to'g'risi aylanib. Sizga omad tilaymiz. Keyingi yana ham bir 2x, 3x bo'lganlaringizda yana bitta kelib boshqacha formatda video olish nasib qilsin aka. Otabek, sizga ham rahmat kattakon. Bizning eshigimiz har doim sizga ochiq. Xudo xolasa yana shu 1 yildan keyin yana sizni bitta chaqiramiz va o'zgarishlar, natijalar bo'yicha sizga yana bitta yangi aniq qilib tanishtirib chiqamiz. Barakat opa, rahmat aka.